Alaykum do'stlarim. Men sizlar bilan jo'ra biz DLC 26 ni obzor qilib chiqamiz. Ya'ni DLC 26 vaqti chiqdi, lekin men kechirasizlar, kech DLC 26 chiqqan video qilib qo'yyapman. O'shaning uchun uzr so'ragan holda videoni boshlaymiz. Birinchi bo'lib biz odamlarni tuzilishidan ko'ramiz. Yaxshi, juda zo'r bo'pti, lekin Gundogan o'zgarmagan, chunki DLC 26 da chiqmaydi. Ana shuning uchun DLC da rasmi o'zgarmagan. Yangi mana bunaqa narsalar chiqibdi. Menimcha bu yana DLC 26 bo'lishi kerak. Do'stlar 1592 ta bo'lib ketdi pulimiz. Yaxshi. Xo'p do'stlar, mana bu 1480 ta 80 vartalis. Do'stlar, mana shuni olamizmi? Qaranglar. Olib qo'yaveramiz, ha? Vartalis. Yoki olmaymizmi? Mayli, pulimizni yig'ib boraveraylik, balki bundan zo'r o'yinchilar chiqib qolishi mumkin. Vartalizimiz yaxshiroq. Do'stlar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bundan da zo'r videolarni chiqarib yuboraman. Chiqarib beraman sizlarga. Xo'p, ana endi biz plan bor ekan, lekin bu rankimiz 20 bo'lishi kerak ekan. Ana endi stadionlarga o'tadigan bo'lsak, haqiqiyga o'xshaydi. Mana buni ko'ryapgan bo'lsanglar, menimcha sizlar buni vaqtliroq ko'rgansizlar. Trenirovka stadionlari ham bor. Ana endi biz odam yuz tuzilishi mana yaxshigina bo'libdi. Qani trenirovka qilamiz. Treningni qanaqa bo'lgan o'yin diqqatga qanday. Ozgina qochish bor, lekin unchalik qochishmas, lekin yaxshi bo'lgan grafika. Vartalarning turlari ham yangi bo'lishibdi, ranglari. Qani o'ldirib qo'yamiz. Qimillashlarni ko'rdinglarmi? Umuman nohaqli qochishlar yo'q. Yaxshi bo'libdi. Hozir xohlasak bitta match ham o'ynab yuborishimiz mumkin. Bas. Bitta gol. Chiroyli bo'libdi. Yaxshi bo'libdi. Shtrafnoy tepishgan ekan. Ana. Yaxshi. Oldingdek. Ana kapturalari ham o'zgargan. Yaxshi bo'libdi. Ana endi Google finger bosgan. Yaxshi. Mana videoni tasvirlamiz. Yaxshi bo'libdi. Penaltini biz ko'rib chiqishimiz kerak, albatta. Mana hech narsa qotish ham yo'q. Vartalizning turlarida. Qani bo'lsam o'yinni boshlaymiz. Mana bu yerga 87 ta Bellingham kelgan. Bellingham va Haaland kelibdi. Do'stlar, DLCda yangiliklar juda ko'p bo'libdi. DLC bundan da zo'r narsalarni hali chiqarib berish mumkin. DLC menimcha 27 larda chiqishi mumkin. Do'stlar, yangi yilga ham kam kunlar qoldi. DLCga mana shunday narsalar ko'rilishibdi. Men ovozini o'zgartirganman. Arabcha, portugalcha, ispancha, turkiycha va inglizcha qo'shilgan. O'zi inglizcha bilan portugalcha bor. Juda zo'r bo'libdi do'stlar. Kiyimlari bor, sportivkalari bor. O'yinni ko'rib boramiz. Qani? Sutalo. Yo'q. Gol emas. Mana basharasi unchalik o'xshamaydi-yu. O'zi tashlashgan. Qiyofasi unchalik o'xshamaydi. Lekin ba'zilarniki o'xshagan. Bular yangi o'yinchi ham bo'lishi mumkin. Birlardan beri 4 yil bo'lgan bu o'yinning ishimga 4 yil. 4 yil oldin bunaqa sostav umuman bo'lmagan. Yosh bo'lganman. Buni oddiy futbol
saytlarında Oscar futbolda bor edi. Do'stlar, hozir esa Dallas juda zo'r bo'lib ketdi. Dallas 26. إنه في مواجهة Rasm chiroyli gol uralmoqda. ويستحق ذلك تماما. يا له من أداء رائع. Dallas 26 biz o'ylaganimizdan ham chiroyliroq chiqdi. يحب O'ylaganimizdan الركض ham chiroyliroq chiqdi. الآن بلا شك. ماذا يخبئ هذا اللاعب؟ Sofonov. Biz vartelizimizni zashlaganmi, qattiq qo'yib qo'yganmiz. يمكن للحارس أن يرتاح. Qarachi o'yinchi bo'lib o'ynaydi. تمريرة قصيرة من الحارس. Ana. Ha, mana shtraf. هذا يثير الضغط الكبير على المدافعين. يا لها من فرصة. Yarmolenko. الكرة ارتدت. Yarmolenko. O'Reilly. Yugurmadi. Qotib qoldi do'stlarimizda qotib qoldi. Bizda masalan Dallasda o'zi ayb. لم يتبقى سوى تجاوز الحارس. بكل بساطة O'yin yaxshi bo'ladigan bittaman do'stlar. ذلك الهدف هو هدفه الثاني في المباراة. iborat edi. Hammaga xayr do'stlar. Men sizlar bilan Jo'ra Xo'jazli